O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston balon bozorida ancha yildan beri o'zini sifatini ham, obro'sini ham oshirayotgan, hech qanaqa ortiqcha reklamalarsiz o'zini sifati bilan odamlarga birdek ma'qul kelayotgan Charmxo va uni narxlari bo'yicha ochiqchasiga gaplashamiz. Agar bilgan bo'lsanglar, Charmxo baloni 2025-yilda rebrending bo'lgan, ya'ni yangi nomga o'tgan. Yangi nomi ko'rsanglar bo'ladi, Katecho nomi bilan chiqyapti. Ko'pchilik shubhalanishi mumkin, bu o'sha eski sifatmi, nomi o'zgargandan keyin seriosi o'zgarganmi, sifati o'zgarganmi deb ko'pchilik so'rayapti. Sifati, nomi o'zgargan, sifati, seriosi hech narsa o'zgarmagan. O'sha sifat, oldingi sifati qanday bo'lsa shundayligicha qolgan. Yumshoqliklari, tirabeklari, tormozlari hammasi o'sha eski holida qolgan. Nimaga bu balon ko'pchilikga yoqadi? Ko'pchilik uni tanlaydi. Uni eng birinchi sababi uni sifati va narxi. Sifatini ko'rsanglar bo'ladi, yumshoqligini ham ancha yumshoq. Mana nomi, yangi nomini ko'rsanglar bo'ladi, Katecho nomi bilan chiqyapti. Eski logotiplari, eski dizaynlari hammasi o'sha holida qolgan. Yillarini ko'rsanglar bo'ladi, 2025-yil 24-haftada chiqqan. Sezonka znachoklari ham bor va diskani himoya qiluvchi protiudarka защитный kortlari ham bor. Endi buni narxlari o'rtoqlar, mana bu 245 60 18 razmeri, bu Captivalarga tushadi. Captiva Hyundai'larga tushadi. Buni narxi, optim narxi $78. Buni razmeri 235 55 18. Hozirgi chiqayotgan Honjilarga ayni mos keladi. Buni optim narxi $70. Buni razmeri 225 60 17. Bu ham eng xadoy razmerlardan. Malibu trekker mashinalariga va yana hozirgi chiqayotgan elektromobillarga, 17 diskada chiqayotgan elektromobillarga hammasiga birdek ketadi. Buni narxi, optim narxi $57. Kommentariyaga yozib keting, oxirgi marta siz shu razmerlarni necha puldan olgansiz. Bu razmerimiz 235 55 17 razmeri. Bu ham o'sha Malibularga tushadi va boshqa mashinalarga tushadi. Buni narxi $56 chiqadi. Va keyingi razmerimiz 225 55 17 bo'ladi. O'sha Malibularni zavod razmeri hisoblanadi. Bu ham Malibuga, trekkerlarga va o'sha elektromobil Honda'larga va boshqa mashinalarga ketadi. Buni narxi $56. Va bu protektori Charmxoni, Katechoni Eco protektor hisoblanadi. Toza sezonka, asimetrikka, buni ichkari tashqarisi bor. Buni unaqasiga ham aylantirib qo'ya olmaysizlar. Razmeri 215 55 17. Bu ham o'sha trekkerlarning zavod razmeri hisoblanadi. Epica trekker o'sha Xitoy elektromobillariga ketadi. Buning narxi $56 chiqadi. Keyingi razmerimiz 205 60 16. Hozir chiqayotgan Onix Monza mashinalariga ketadi. Yo'llardan mana ko'rsanglar bo'ladi. Buning narxi $52. Keyingi razmerimiz hozir BYD Seagulllarga ayni mos kelayotgan razmer. Yo'llari osilib xunuk bo'lib chiqib ham qolmaydi. O'zining zavod diskasiga shunday chiroyli bo'lib tushadi. Yo'llardan mana ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi. Buning narxi $47 chiqadi. Va navbatdagi razmerimiz 205 65 15 razmer hisoblanadi. Bu o'sha eng ko'p ketadigan, ham eng hadoy bo'lgan razmer hisoblanadi. Narxi $44 chiqadi. Va navbatdagi razmerimiz 195 ga 65 15 razmeri, bu ham hadoy razmerdan hisoblanadi. Lacetti Gentra mashinalariga ketadi. Buning narxi $40. Va keyingi razmerimiz bu ham shu eng hadoy, eng ko'p ketadigan razmerlar hisoblanadi. Razmeri 195 ga 60 15. Bu Gentra mashinasiga, Nexus mashinalariga ayni mos keladigan razmer. Buni narxi $39. Bu yerda o'tilgan narxlar faqatgina optimga emas, donaga ham amal qiladi va bu narxlardan g'ildirakchani hamma fillardan topsanglar bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, hali oldinda sizlarni zo'r narsalar kutib turibdi.